Assalomu alaykum, hurmatli Zamin Eko Agro korxonasining obunachilariga maxsus Ag'zamboy akamizani lovlagi dalalaridan reportaj bo'lyapti. Xudo xolasa 2026-yilda lovlagilari o'ta ham go'zal holatda, bir tekis xatosiz yerdan unib chiqqanlar. Shunchalik qalin ekiladimi deb aytgan obunachilarimizga bizlar selkalar, ya'ni radovoy holatda, ketma-ket holatda ekishadi urug'ni. Ag'zamboy akam esa o'zi istalgan holatga qo'yib keta oladi. Shu holatda mana 30 santimetrgacha bo'lgan holatda bitta ko'chat qoladi, qolganlarini olib tashlaymiz. Shu holatda yaganasini qoldiradigan bo'lsangiz, xudo xolasa kuzda yig'in-terin paytida lovlagingiz nihoyatda sizni xursand qiladigan darajada kattalashgan bo'ladi. Ko'chatni ayamasdan olib tashaverasiz yerdan. Bir qancha savollar kelib tushgan bizlarga, bu karmoy lovlagi, ya'ni hashaki lovlagini ekish jarayonlari va yagana qilish jarayonlari qanday holatda bo'ladi degan ko'plab direktdan savollar kelgan. Ushbu savollariga muvofiq javob berishga ahd qildik. Xudo xolasa bu biza ekkan 2026-yildagi karmoy hashaki lovlagilarimiz shu darajaga yetib keldi. Bu ya'ni 20-mart kuni ekilgan holati. Shu holatda, ya'ni radovoy selka asosida ekamiz, ya'ni ketma-ketlikda ekamiz urug'ni. Ketma-ketlikda ekkanimizda, ya'ni o'zi bir dona lovlagi urug'imizning ichidan 3 ta, 4 ta, 5 tagacha ko'chat chiqadi. Bir dona lovlagini urug'ini ichidan. Shuni hisobiga shu holatda, zichli holatda chiqishi ta'minlanadi. Shuning uchun shu holatda ekib olamiz. Bu ekishimizdan maqsad shuki, urug'ni to'liq yerdan chiqarib olish va biza aytgan joyga, biza xohlagan joyga urug'ni yagana miqdorini ko'chatni qoldirish. Endi yaganaga keladigan bo'lsak, xudo xolasa mana bitta eng baquvvat yaxshisini olib qolamiz. Deyarli 30 santimetrgacha bo'lgan holatini 100% olib tashlaymiz. 30 santimetr holatda olib tashlaymiz. Bu yerda ham bir dona yaxshi baquvvati qoladi. Keyingisi ham xuddi shu holatda 30. Ba'zi holatlarda 25 gacha qoldiramiz. Qolganini yana olib tashlaymiz. Mana 30 santimetr da bitta ko'chat qoladi. Shu holatda yagana, mana shu holatda yaganamiz shu holatda qoladi. Bitta ko'chat bu yerda, mana 30 santimetr, ya'ni bir qarichdan ziyodroq bo'lgan holatda bitta ko'chat. Yana bir qarichda yana bitta ko'chat qoladi. Qolgan pashti 70-80% biza ko'chatni yerdan olib tashlaymiz. Buni olib tashlashimizdan sabab, bu ko'chatlarni biza aytgan joyga qoldirish maqsadida shu holatda zich ekamiz. Poliyamizda to'liq ko'chatlar bilan ta'minlaymiz. Shuning uchun ko'chat miqdorini sal ko'proq ekamiz. Aytgan joyga ko'chat qoldirishimiz uchun 70-80% ko'chat yaganada olinib tashlanadi azizlar.